Bir odam ishlayapti, ish yurishmayapti. Harakat qilyapti, pul ko'paymayapti. Qo'yingki, qo'li kalta. Rizqi tang bo'lib turibdi. Rizqi keng bo'ladigan payt hali bo'lmadi-da. 40 ga kirganda kelar edi, 45 ga kirganda kelar, yozilgan edi. Ungacha shoshilib ketmanglar. O'sha boyiyman deb, katta pul topaman deb haromga urmanglar. Yozilgan kunda bo'ladi. Ungacha sabr qilinglar. Haromga kirib olmanglar. Sizlar haromga kirganinglar sizlarni boyitib qo'ymaydi. Taqvoda turganinglar sizlarni kambag'al qilib qo'ymaydi. Rizq bor. Erta bermaydi boylikni bandalarda ko'payga. Va bunda juda katta hikmat bor. Tasavvur qiling, 25 ga kirgan savdogar birdaniga katta boyib ketdi. Nima bo'ladi? O'zini tuta olmay qoladi. El olib qoladi va juvonmay o'lib ketadi. Nazardan qolib. Endi 40-45 ga 50 ga kirganda bersa-chi u davlatni. O domla 40 dan keyin beradimi endi bo'lmasa? Nima qila olasan? Nima qila olasan? Bermasa nima qilasan 100 ga kirganingda ham? Kim ishi u? Sening ishing bunday qilib, halol bo'lib, mehnat qilib, nima qilish? Kutish. U yoqqa kim ishi?